Assalomu alaykum azizlar, qaro ko'zlar, qalbi ummon, mehri daryolar, bizni kuzatib, bizni tomosha qilib o'tirgan onaxonlarim, dugonalarim, opa singillarim, voydod kelin poshshalarim, qizlarim, bormisizlar, omonmisizlar? Agar bizni kuzatayotgan ota, aka, ukalar bo'lsa, xursand bo'lamiz. Chunki oshxonaga hamma ham kiradi, oshxonani hamma ham yaxshi ko'radi. Shunday ekan, bugun yana yulduzli oshxonada sizlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Bugun esa yana bir sevimli san'atkorimiz, bastakor, o'zi yozadi, o'zi bastakorlik qiladi, o'zi qo'shiqlarda aytadi, ishlari ko'p, trendda. Nodiraxonni taklif qilganmiz. Nodiraxon, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Mana shu kameraga qarab salom alaykum qilib oling tomoshabinlarimiz bilan. Assalomu alaykum barcha O'zbekiston ahliga xayrli kun. Barchaga tinchlik, xotirjamlik tilayman, sog' salomatlik tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ilohim. Ilohim, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Ilohim. Ana endi bugun Nodiraxon siz bilan ham mana bir ajoyib taom pishiramiz, ham suhbatlashamiz, ijod to'g'risida, oila to'g'risida, orzu niyatlar, kelajak haqida suhbatlashamiz. Xo'sh, siz agar bugun bizga nima sir bo'lmasa, nima pishirib bermoqchisiz, nima tayyorlab berasiz? Endi bugun qo'ziqorindan oymomajon salatini tayyorlab beraman. Yaxshi. Trenddagi. Ha. Endi hamma masalalar bormi? Bor, hammasi bor. Yetadi. Demak, qo'ziqorin, qo'ziqorin, 2 ta tuxum, kraxmal, shunaqa, chesnok, yog', tuz. Tuz ham, ziravorlarimiz hammasi bor. Xo'sh, mana aziz muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz, hammasini ko'rdinglar. Demak, hozir bismillah deb boshlaymiz. Agar sizlar ham qiziqsanglar, albatta o'rganib yozib olinglar. O'zi qo'ziqorin mazali bo'ladi. Qo'ziqorindan nima pishirilsa ham odam mazza qilib jon deb yeydi. Demak, bismillah deb boshladik Nodiraxon. Birinchi o'rinda qo'ziqorinni maydalab chiqamiz. Xo'sh, idish bo'lsa. Bo'ldi, siz maydalavering, men idishni olib beraman. Dasturimiz homiysi Beta savdo belgisi. Beta, oilamiz tanlovi. Ko'rsatuvimiz homiysi Perimilki tabiiy sut mahsulotlari. Xo'sh, mana qo'ziqorin maydalandi qo'l bilan. Endi sizga tava ham kerakdir. Yo, buni qovuramizmi yo? Yo'q, hozir suv quyamiz bunga, qaynagan suv quyamiz. Qaynagan suv. Xo'sh, keyinchi? Tuz solib qaynagan suvga biroz dam oladi qo'ziqorin. Yoyilib. Xo'p. Qaynagan suv mana shu yerda bor. Siz aniq qiling, quyib beraman. Xo'sh, Nodiraxon, o'zingiz nimalar bilan yana bandsiz, nimalar qilyapsiz? Qanaqa to'polonlar qilib yuribsiz? Xudo xolasa yangi ijodlar bilan. Yangi qo'shiqlar, xudo xolasa. Menimcha o'zingiz bastalaysiz, ha? O'zim. Baraka toping. Tuz solamiz. Tuz soling. Tuzni ham qo'lda solib. Voy, qo'lda. Ota-bobolarimiz hamma yo'qda qo'lda qilgan. Tuz bu? Tuz bu. Lekin tuzga va'da bera olmayman. Ba'zi bir tuz sho'r bo'ladi, ba'zi bir tuz yetmaydi. Men sho'r yeyman. Har xil hozir. Mayli, tavakkal. Tavakkal soldik endi kim yesa. Endi qaynagan suv quyamiz. Mana aziz tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz kuzatib turinglar. Ana. Bu endi turadimi ozgina? Turadi. Tuzda? Xo'sh. Endi nimani davom ettiramiz Nodirajon? Tuxumni. Xo'p. Aralashtirib olamiz bu narsalarni. Tuxumni aralashtiramiz. Mana shu yetsa kerak endi. Ana. Buni ham mana chiroyli qilib tuzlab qo'ydingiz. Bay. Ana. Bir pasdan keyin hammasi tayyor bo'ladi.
Xo'sh, sarımsoq, piyoz, qumqari hammasidan bor ekan. Yaxshi. olamiz. Xo'sh. Kraxmal. Ha. Hammasi bo'ladi. Ana u bilan ham aralashtirsangiz bo'laveradi. Qoshiq mana. Ana aziz tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz, kuzatib turinglar, nimalar bo'lyapti, qanday bo'lyapti, nimadan keyin nima solinadi, hammasi ana. Endi hozir bir pasdan keyin biz Nodiraxondan ijod haqida savollar beramiz. Ham o'zlari xohlasalar oilalari haqida gapirib beradilar. Lekin ijod albatta nima bo'ldi, nima qo'ydi, nimalar bo'lyapti, qanday yangi ashulalar, yana trendda qaysi ashulalar, hammasidan so'rab ijro etishlarini iltimos qilib beramiz. Bu bo'ldimi, to'kiveramizmi yo hali tursinmi bir pas? Bo'ldi. Bo'ldi, men to'kib yuboraman bo'lmasa. Ana. Voy, ajoyib, ajoyib. Xo'sh, o'zingiz yana mana ijodda nimalarga erishyapsiz, nimalar qilyapsiz, nima yangiliklar ijodda? Qayerdan sizga shu ilhom keladi? Kuch, ilhom. O'zi kayfiyatim yaxshi bo'lsa, ilhom keladi o'zi. Qayerdandir keladi-da. Ana. Nima? Yozib yuboraman. Ha. So'zlarni ham o'zingiz Ha, yozasiz? so'zlarni ham o'zim yozaman. Qoyil. Musiqa ham Ohangi bilan keladi. Ohangi O'sha bilan. oxirgi qo'yganim ham ishqni balo qilgan boshkinamga sizni ado qilmay qo'ymayman. Meni tilba etgan tilba rostdan tilba qilmay qo'ymayman. Shu ham xuddi shunday keladi. O'sha davom etib ketamiz. Haligi to'qib yozsangiz nima bo'lmaydi? Yurak yetib bormaydi-da. Yurakdan yozsangiz o'sha davomi ham, misol tor ko'chaday tor bo'ladi yuragingiz. Men bo'laman bu hayotda keragingiz. Har kun kelar sevishimni so'ragingiz. Sizni ado qilmay qo'ymayman. Sizni ado qilmay qo'ymayman. deb shunday chiroyli keladi. Qanday yaxshi. Men ham bir paytlar ashula aytishni yaxshi ko'raman-da, Nodira. Bir paytlar shu qo'shiqlarimni davom ettirib, rosa qo'shiqchilikni ham qilay deganman-da. Endi o'zim dramani bitirganman-ku. Keyin shundoq sevgi haqida menga ham kelib qolardi bir-birda. O'sha sevgi haqida ham yozib, birdan kuyni o'zim ham bastalab aytsam, shundoq jumadlar ham aytib qaradilar-yu. Sevgi to'g'risida umuman ashula aytmang dedilar. Voy, nimaga dedim? Bir kimlardir aytadi, eri qolib kimnidir sevib qolibdi dedi. Shundan keyin sevgi to'g'risida aytmay qo'ydim. Faqat mana konsert berganimizda ham turk nimada san'at saroyida vatan to'g'risida aytganman, ayollar to'g'risida aytganman, onalar to'g'risida aytganman. Men shunaqa ish qilib sevgi to'g'risida aytishga qo'rqqanman. Agar o'shanda Jumadlar Rametov ruxsat berganda, voy, hozir rosa katta qo'shiqchi bo'lib yurgan bo'lardim. Mayli, endi nima qilamiz? Biz ko'proq oilani tanladik, er nima desa xo'p deb shuni qildik. Mayli, shunisiga ham shukr, Hozir ham katta san'atkorsiz-ku. Ustozsiz. Shu bilan keyin kelin salomlarga yurishni boshlab, kelin salomlarga o'zim urdim. Mana shunaqa. Siz ham bugun endi yana gitaralar bilan qo'shiq aytib berarsiz? Aytaman. Men 15 yoshimdami Farg'onada she'r yozardim-da men. Shu esim tanib bank she'r yozaman-da. Ana. Keyin bu qanday yaxshi. 15 yoshimdami Marhaba Karimani uyiga borganmizda. Uylarida yo'q ekan, keyin telefon nomerini berishgan. Telefonda gaplashib, she'rimni o'qib berganman. Siz she'r yozmang degan. Keyin qo'shiq aytib beringchi dedi. Qo'shiq aytib beringchi dedi. Qo'shiq aytib berdim keyin. Qo'shiq aytib berdim.
siz qizim she'r yozmaysiz, qo'shiq ayting dedi. Aylanib ketdi. Keyin she'rim yoqmadi deb o'shanda xafa bo'lib 3 ta daftarimni yoqib tashlaganman-da. She'r daftarim. Yozolmayman she'r deb. Yo, odam anaqa Buni bilmadim-ku. aralashtiramiz. Ha. Haqiqatdan orzu qilsangiz erishasan ekan. To'ppa to'g'ri. Shunaqa ekan, hali o'zimda hayolimda ham bo'lgani juda hali hayolimga kelmagan ishlarim bo'lib ketyapti-da. Hayot shunaqa. Ha. Kutmaganda menga bering uni. Xo'sh, endi aralashtiramizmi yo? Aralashtiramiz. Bo'ldi, bizim aralashtiring. Mana shu tava bo'ladimi? Mana. Sizga tava, mana shu yerga qo'yamizmi? Ekali kutmayapman deb ham harakatdan to'xtab qolmaslik kerak. Albatta. Boricha nimasi bo'lsa, misol o'sha sharoiti qanday bo'lsa, faqat pul hal qilmaydi hech narsani. To'ppa to'g'ri. Nima sharoiti bo'lsa, o'shanga o'sha harakat qilish kerak ekan. To'ppa to'g'ri. Faqat nima, misol birinchi gitara olganman, sintetizator olganman. Keyin notebook olganman, efir studiyo ochib yozaman deb. Keyin kolonka olganman. Hamma narsa bor ekan-da unda. Keyin musiqa yozishni bilmasam ham o'shani ustiga qo'yib qo'shiqlarni yozaverganman-da, yozib YouTube'ga qo'yaverganman. Mana. Keyin YouTube'da hozir trendda. harakatdan barakat deb ko'pchilik yozgan kommentlarda ham san'atchi qo'shiqlar nima kerak Buni yoqamiz unda. Ko'kda to'lgan to'lin oy yerga nurin sochyapti. Qiz yashirib hammadan oyga sirin ochyapti. Ko'kda to'lgan to'lin oy yerga nurin sochyapti. Qiz yashirib hammadan oyga sirin ochyapti. Ey to'lin oy, yorginamdan darak yo'q. Ertayindin bo'lar emish nikoh to'y. Ay mamajon, ay mama, sig'mayapman olamga. Ichimdagi dardimni qanday aytay onamga. Palaxman deb otmasin, aytolmasman orim bor. Meni desa jon berar bir pahlavon yorim bor. Ey to'lin oy, yorginamdan darak yo'q. Ertayindin bo'lar emish nikoh to'y. Rahmat. Hali yog'imiz qizimadi shekilli. Unda yana bitta eshitamiz. Har kun eski suratingizga boqib olaman. Sizni juda sog'inganim aytib olaman. Bedormisiz, bezormisiz, hozir bilmadim. Har tun shunday ajib o'yga botib olaman. Olamda sizdek odam ko'rmadim, nolamda sizsiz ohang ko'rmadim. Ko'p urindim, sizga o'xshay olmadim. Onam meni jonim, onam. Yolg'onlarga aylandi boshim, xumor ko'zlar
to'ktirdi yoshim, yolg'onlarga aylandi boshim, xumor ko'zlar to'ktirdi yoshim, siz bor hammasiga yetar bardoshim, onam meni jonim onam, siz boshqacha xilqat, o'xsholmadim men sizga faqat, siz boshqacha xilqat, o'xsholmadim men sizga faqat, hech kimda yo'q sizda bor toqat, onam meni jonim onam, hech kimda yo'q sizda bor toqat, onam meni jonim onam, olamda sizdek odam ko'rmadim, nolimda sizsiz ohang ko'rmadim, ko'p urindim sizga o'xshay olmadim, onam meni jonim onam. Ey yashang. Jonimga qarab yozganman-da shu qo'shiqni. Umrlar uzoq bo'lsin. Meni ham onam bor. 90 ga chiqdilar bu yil. So'zlari yaxshi. Juda ham haqiqatan ma'noli. Onalardagi sabr, onalardagi shukur, onalardagi hamma toqat haqiqatan ham faqat onalarda bo'ladi. Mana shu joylar ham nihoyatda yoqdi. Ilohim baraka toping. Mayli hozir ishimizni davom ettiramiz, keyin yana bitta qo'shiq eshitamiz. Rosa yaxshi ko'raman mana shu gitara chalib, torla chalib, doira chalib, ashula aytsa. Juda yaxshi ko'raman. Haqiqatan ham. Xo'sh, mana Nodiraxondan juda zo'r ma'noli qo'shiqlarni eshitdik. Hammamiz ham onajonlarimiz sog' omon bo'lsin, Nodiraxonni ham onajonlari sog' omon bo'lsinlar, yuzlardan oshib yursinlar. Endi yog'imiz ham qizib qoldi. Davom ettiramiz. Xo'sh, endi nimaga keldik? Nimani qovuramiz? Qo'ziqorin qovuramiz endi. Xo'p, ana. Sekin. Mana qo'shiq bilan. Ehtiyot bo'lib, chirsillab ketmasin. Bismillah deb boshladik. Ana bay nihoyatda yog'imiz qizibdi. Qo'ziqorin o'zi mazali. Yo'q, ham mehr bilan qizibdi-da. Ha, juda mehr bilan qo'shiqlarni eshitib. Ana. Mana qo'ziqorinimiz nihoyatda qovurilyapti. Demak, bo'ldimi? Shu qovurilgandan keyin boshqa hech narsa qilinmaydi. Yo'q, bo'ldi. Tayyor bo'ladi, yeymiz. Ha, yaxshi. Xo'sh, mana endi ijoddan, hozir o'zingiz hayotingizdan, oiladan, ijoddan ko'nglingiz to'layaptimi? Yo yana nimalardir qilishga, qandaydir bir ijodda yana yangiliklar yaratishga o'zingiz mana yurakdan shu narsalar bormi, xohish? Ijoddan endi ko'ngil to'lmaydi. Ha. Ijod yana o'sha yana shunaqa yoqadimikan? Qo'shig'im misol Oy Mamojon chiqdi, mana keyingilar ham shunaqa yoqadimi? O'shanga harakat qilib qolasan ekanda. Hali to'lib bo'ldi, zo'r ketdim desangiz to'xtab qoladi odam. Shu muxlislarga yoqsa, yana ham ijod qilgisi keladi-da odamni. Oila bilan qanaqa oilada farzandlar bormi? Xo'sh. O'g'lim bor. Aylanib ketay. Necha yoshda o'g'il? 7 yoshda. Ha, katta bo'lib qopti. Mana Nodiraxon, biz hozir haqiqatan ham zo'r zamonda yashayapmiz. Yurtimizga ko'z tegmasin. Mana to'ylarimiz ham, yaxshi kunlarimiz ko'p, yubileylar ko'p, tadbirlar ko'p. O'zingizda shunaqa bir orzu niyatlar bo'lganmi? Mana shu qo'shig'im bilan bir yaxshi vatan uchunmi, mayli shu yurtimiz uchunmi, bir yaxshi insonlar uchun yana qo'shiq aytib, katta sahnalarga chiqish niyatlaringiz bormi? Bor niyatlarim, Xudo xohlasa. Endi
o'sha niyatlarni qilganman, Alloh shunchasiga yetkazdi. Qolganiga ham yetkazadi o'zi. Aylanib ketadi. O'sha samimiy bo'lsa, keyin halol bo'lsa yetkazaveradi Alloh. Albatta, albatta. Ijodkor meni nazarimda hozir aytdingiz, ham samimiy, ham kamtarin bo'lish kerak. Ham mehnat. Hamma narsani tagida mehnat yotibdi-da. Agar erinchoqlik qilsak, san'atkor hech narsaga erishmaydi. O'sha uchun men juda ham xohlardim, mana bizni yulduzli oshxonamiz, fayzli oshxona, yaxshi insonlar keladi doim. Niyatlarimiz ijobat bo'lsin. Mayli o'zingiz bastalang, o'zingiz yozing. Mana shu yaxshi insonlar haqida, vatan haqida, keyin katta sahnalarga chiqish, katta tadbirlarda qatnashish nasib etsin sizga. Ilohim, Niyat qilib qolamiz. Musofir yurtda yurganimiz uchun ham vatan haqida yozishga qiynalaman. Yozganman oldin ham. Endi hozir uni xalq eshitadi-yu, o'shanga o'ta qiynalaman. Lekin his qilaman o'sha narsani, musofir yurtda yurganlarni ham, vatan sog'inchini ham, Ozodbek Nazarbekovda xumori bor bu yurtni degan qo'shig'i bor. O'shani rost eshitardim-da men. Nimada? Musofirda yurganda. Shunaqa qo'shiq yozgim keladi vatan haqida. U ham mana bir faqat tadbirlarda emas-da, odam eshitib yurish kerak uni. Eshitgisi kelish kerak. To'ppa-to'g'ri. Xuddi mana mayli o'sha hit bo'lish kerak-da. To'yda bo'lsin, yaxshi kunlarda bo'lsin, hali mashhurda, yoqda bo'lsin, bu yoqda bo'lsin deb eshitish kerak deganda bir qo'shiqni yaratdi-yu, sanda ham, unda ham, bunda ham, manda ham deb hozir trendga chiqib ketdi qo'shiq. Demak, qarang, nimaga qo'shiq trendga chiqadi degan savol bo'ladi-da. Demak, insonlarni yuragidan joy olsa-da. O'sha mana hozir shu qo'shiq haqiqatan trend bo'ldi. Demak, har bir insonning o'ziga yarasha yuragida dardi bor. To'g'rimi? Hayotdan savol berib javob ololmayotgan nuqtalari bor. O'sha uchun men o'ylayman, sanda ham, manda ham, undan ham, bundan ham deb shuni yurakdan motivatsiya qo'shiqda bu ham odam juda. Hali klipi ham yaxshi chiqdi. Demak, shunaqa qo'shiqlar xalqimizga yoqadi. Nima deydi? Deb sevgi to'g'risida aytmasdan mana shunaqa qo'shiqlar ham aytib turishimiz kerak. Vatan haqida. Hozir endi bilaman, unda o'zim ham aybim bor. Ko'proq kelinlarga, kuyovlarga, to'ylarga atalgan qo'shiqlar ham ko'payib ketdi. Mayli, bu ham kerakdir. Ikki kuplet o'g'limni o'ylab yozgan. Aylanib eshitamiz unda. O'stirganmiz yuvib tarab, sultonim deb shohdek qarab. O'stirganmiz yuvib tarab, sultonim deb shohdek qarab. Olib berdik sizni tanlab, o'g'limga yor bo'lgan qiz. Olib berdik sizni tanlab, o'g'limga yor bo'lgan qiz. Xush muomala, xush so'z bo'ling, qovoq o'ymay shodon yuring. Bolam bilan baxtli bo'ling, o'g'limga yor bo'lgan qiz. Yaxshi. Jiyanchalarim bo'l bo'ladi. O'sha uchun to'ylarda ko'rsam, o'zimni jiyanchalarim ko'zimda. Yaxshi so'zlari. Ayniqsa qaynonalar mazza qiladi bu qo'shiqni eshitib. Maylida endi baribir xalqimiz bor ekan, uyim, joyim, bolam, chaqam, to'y deb yelib yuguradi. Hozir esa biz yana suvdan, duo suvidan uzatamiz. Bu haqiqatdan ham duo suvi shunaqangi yumshoq, mayin ichiladigan. Mana bu hamkorimiz duo suvi. Iching. Rosa mazali suv, odam shundoq rohat qiladi duo suvini ichib. Bismillah. Ana. Demak, ovqatimiz ham pishadi. Nodiraxon, o'zingiz birorta aytadigan gapingiz bo'lsa yoki tomoshabin muxlislarimizgami ichingizda qolib ketmasin, aytib oling. Chunki demak ko'rsatuvimiz tugaydi-da. Hammaga salom yo'llayman. Keyin muxlislarimni yaxshi ko'raman.
Hamma kommentlarni o'qiyman. Yomoni yo'qmi ish qilib negativ. Yomon. Endi yomoniga endi Alloh o'zi insof bersin. O'sha negativ ham bo'lib turish kerak, Nodiraxon. Shu Yaxshilarini negativlarni bundoq o'qibchi odam yana ham mehnat qilgisi keladi, to'g'rimi? Yana yangilik yaratadi. Shuni yozdingmi, shoshmay tursani. Hali bu yog'iga yana ishlayman, bu yog'iga yana ijod qilaman deb, ana shu ham odamga kuch beradi. To'g'ri. Ha, kuch beradi. Endi ular men ko'proq o'g'il bolaga o'xshatish negativ yozibdi. O'shaning uchun haqiqatdan ham o'g'il bolaga o'xshayman, lekin ayol kishiman-u. Xarakterim jihatdan bor o'sha shunaqa. o'g'il bolalik xarakterding. Ha, yaxshi. bor. Lekin avval ayolga berilgan hamma narsa bor. Bo'y, bast, chiroy. Ataylab sizni olib keldim, shuni aytib qo'ying. Hammasi yozib bor, keladi. Xudoga shukr. Mayli-da, endi nima qilamiz? Xarakter har xil bo'ladi odamda. Masalan, menda ham bor o'g'il bolacha xarakter. Bor, yo'q demayman. Bu ham balkim kerakdir hayotda. Hamma har Xo'sh, mana endi ovqatimiz pishdi. Ya'ni voy qip-qizil bo'lib, qo'zi qorinimiz yoyilib, chochilib pishdi. Xo'sh, Nodiraxon. Pishdi shekilli. qo'zi qorinli oymomajon salatamiz. Pishdi. Bo'pti, unda yeb ko'ramiz. O'zingiz ham oling. Mayli, oldin vilkada boshlang, keyin qo'lga o'tamayli deylar. Buni qo'lda yegan yaxshi-da. Bismillah. Ilonchalarga o'xshaydi. Raqshkalarga ham. Voy, shunaqa bemaza qiladimi odam, Nodira? Haqiqatdan qo'lim shirin, Yechamda, bemaza bo'libdi. Вообще Tuzi ham qo'yib qo'ygan. Bemaza bo'lgan. Ishonmanglar Nodiraga. hazillashyapti. Qattan bildingiz hazillashganimni? Ko'zlarida Bir qo'rqitay dedim, psixolog, Nodira psixolog. Voy. O'zi ham ishonda, baribir. yeb qo'yapsiz. Ilonchalar yegan. Ya, haqiqatan mazali bo'libdi. O'zingiz ham yeb ko'rdingizmi? Yedim. Xo'sh, endi Nodiraxonga avvalambor kelganlar uchun rahmat deymiz. Vaqt ajratib, oilaviy baxt, omad, keyin ijodda katta muvaffaqiyatlarga ega bo'ling. O'sha gap katta sahnalarda ko'rish sizni nasib etsin. Mana shunchalik ijodga tashnasiz. Mana shu tashnalik, intilish, izlanish hech qachon yo'qolmasin. Hamisha. Hali aytadik, bizda san'atkorlarda umuman baribir 1% talant bo'lsa, 99% mehnat. Shuning uchun mehnat qilib hech qachon charchamang. Demak, endi buni mana bu yerga qo'yamiz. Siz vaqt ajratib kelganingiz uchun sovg'alarimiz bor. Shuni kutyapman. Mana homiyimiz Beta savdo belgisidan. Beta, oilamiz tanlovi. Mana ko'rdingizmi, har xil choylar, choylar ko'filar, oilaviy mazza qilib, duo qilib. Voy, ana, men yaxshi ko'rgan homiyimiz Peremilki tabiiy sut mahsulotlaridan. Mana shularni ham olib boring, ko'rdingizmi? Hamma narsa bor, hammasi tabiiy, mazali, foydali. Ana. Aziz muxlislarimiz, aziz tomoshabinlarimiz, endi sizlar bilan xayrlashadigan paytimiz keldi. Mana shu kameraga qarab, muxlislarimizga yaxshi niyat tilaklaringizni ayting. Yana ijodda ko'p ishlar qilaman deb qo'ying-da, xayrlashib oling. Yurtimiz tinch bo'lsin. Ilohim. Birinchi o'rinda farzandlarimiz ham tinchlikda, xotirjamlikda katta bo'lsin, ilohim. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Barchani ilohim yaxshi kunlarda birga bo'lish nasib qilsin. Alloh sog'lik, salomatlik bersin. Hammani oilalari tinch, Ilohim. xotirjam bo'lsin, ilohim.
ilohim aytilgan hamma yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Endi yaqinroq keling, mana shu kameraga qarab ko'rishganda ko'rishguncha deb qo'yamiz tomoshabinlarimizga, chunki yana ko'rishamiz xudo xolasa. 1 2 3 ko'rishganda ko'rishguncha.